1986-yil 26-aprel soat tungi 1:23 Chernobil atom elektrostansiyasi xavfsizlik testi o'tkazilayotgan edi. Operatorlar quvvatni nazorat qila olmadi. RBMK reaktori past quvvatda beqaror edi. Suv kamayganda reaksiya pasaymas, kuchayardi. Reaktorni to'xtatish uchun tugma bosildi. Ammo bir necha soniya ichida quvvat keskin oshdi. Ikki kuchli portlash, reaktor yorildi, yadro ochildi. O't o'chiruvchilar nima bilan kurashayotganini bilmas edi. Radiatsiya ko'rinmas, ammo o'limli edi. 28 kishi bir necha hafta ichida o'tkir radiatsiya kasalligidan vafot etdi. Keyingi yillarda minglab odamlar saratonga duch keldi. 36 soat ichida 50 mingga yaqin odam uyini umrbodga tark etdi. Bugun ham 30 kilometr zona yopiq. Pripyat arvoq shaharga aylandi. Bir necha soniyalik nazorat yo'qotishi avlodlarga yetgan oqibat. Chernobil unutilmaydigan saboq.